Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yana bir mijozimizning buyurtmalari ham o'rnatib topshirildi. Bu stenkamizga ishlatilgan materiallari, fasad qismlari MDF, korpuslari, displey laminatlari, mehrobga shunaqa holatda qilib, fasadlarni chiroyli qilib o'rab berdik. Bu joyda mana polkalar ham bor. O'rtasiga bizga korpa taxlaydan qilib joy qilib deyishdi. Shunaqa holatda qilib tayyorlab berdik. Pastda ham yana joylari ham bor. Kimga shunga o'xshash xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.